Hammaga salom azizlar. Shirin Zabonim YouTube kanaliga xush kelibsiz. Shaytanat. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugun sizga ushbu video roligimizda o'sha mashhur Shaytanat filmidagi aktyorlar haqida ma'lumot berib o'tamiz. Kichik eslatma, video sizga ma'qul kelsa like yoki dislike bilan baho berib qo'ying. Shaytanat serialidagi bosh rolni ijro etgan aktyor Yodgor Sa'diyev 1946-yil 12-iyun sanasida Toshkent shahrida dunyoga kelgan. Bugungi kunda 74 yoshga yaqinlashgan qahramonimiz o'z faoliyatini O'zbek Milliy akademik drama teatrida davom ettirib kelmoqda. Shaytanat serialida Haydar obrazini gavdalantirgan aktyor Erkin Komilov. Ushbu aktyor 1946-yil 20-iyul sanasida Andijon viloyatida tug'ilgan. Hozirda 74 yoshga yaqinlashgan aktyor O'zbek Milliy akademik drama teatrida o'z faoliyatini davom ettirmoqda. Ushbu serialda Mahmud obrazini gavdalantirgan aktyor Karim Mirxodiyev. U 1954-yil 29-iyul sanasida Buxoro viloyatida tug'ilgan. Bugungi kunda 66 yoshga yaqinlashgan ushbu aktyor o'z faoliyatini davom ettirish bilan bir qatorda talabalarga aktyorlik mahoratidan saboq berib kelmoqda. Shaytanat serialidagi Hosilboy rolini yaratgan aktyor Furqat Fayziyev u 1968-yil 7-may sanasida Toshkent shahrida tavallud topgan. Hozirda 52 yoshni qarshilashni rejalashtirayotgan aktyor o'z faoliyatini aktyor va rejissor sifatida davom ettirmoqda. Shaytanat serialida Elchin rolini ijro etgan aktyor Behzod Muhammad Karimov. Ushbu aktyor 1964-yil 23-mart sanasida Toshkent shahrida tug'ilgan. Bugungi kunda aktyor 56 yoshda bo'lib, faoliyatini O'zbek Milliy akademik drama teatrida davom ettirmoqda. Ushbu serialda Jamshid obrazini gavdalantirgan aktyor Ahmad Berdimurodov 1969-yil 8-mart sanasida Qoraqalpog'istonning Beruniy tumanida tug'ilgan. Hozirda aktyor 51 yoshda bo'lib, AQShning Kaliforniya shtatida istiqomat qilmoqda va o'sha yerda o'z faoliyatini davom ettirib kelmoqda. Shaytanat serialida Shomil rolini ijro etgan aktyor Abduhalil Minnorov 1958-yilda Toshkent shahrida tug'ilgan. Bugungi kunda aktyor 61 yoshda bo'lib, o'z faoliyatini aktyor va kino rejissor sifatida davom ettirib kelmoqda. Bu serialda Xongre obrazini yaratgan aktyor Rustam Qayumov. U 1973-yil 7-sentyabr sanasida Toshkent shahrida tug'ilgan. Hozirda 46 yoshdagi bu aktyor Moskva shahrida istiqomat qiladi. Shaytanat serialida Anvar rolini ijro etgan aktyor Bahrom Majjonov. Ushbu aktyor 1961-yil 23-aprel sanasida Xiva shahrida tug'ilgan. Bugungi kunda 53 yoshni qarshilagan aktyor oilasi bilan AQShda istiqomat qiladi. Bizda hozircha shular edi. Kanalimizdan aslo uzoqlashmang. Video sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni aslo unutmang.